漫画偉人物語。名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Miladidan ilgari 5-asrda bu yer dunyoda eng gullangan, eng boyashat yer bo'lib, bu Gretsiyaning qadimgi poytaxti Afina edi. Kishilar tinch, boyashat turmush ichida butunlay mas'ul yurardi. Ularning qarashicha bu eng baxtli edi. O'sha Afina shahrida g'alati mijoz va bir boy yashaydi. Uning ismi Sokrat edi. U to'la gap qiladigan, ko'rganlar kishiga gap tushiradigan odam bo'lg'achqa, shaharda nomi chiqqan edi. Qaranglar. Bu yerdan o'tib ketayotgan ov odam shu. Sizning nima ishingiz bor? Men bu yerdan bir deraza ochay degandim. Deraza ichish bekli o'ng'ay emasmi? Deraza ichish noyta oddiy, ammo mush ikki derazadan ikkasi cho'nliq qilmoqchi edim. Bu ikkasini qanday hisoblash kerak? Siz buning bilan to'rt taraflikning hisoblash usulini bilamsiz? Yo'q, bilmayman. Undaq bo'lsa ikkimiz birga o'yinni baqayli. Kerak yo'q. Faqat men bilan paranglashsangizlar, o'zingiz yaxshi bir amalni tepib chiqa olasiz. Tezlik kerak bo'loq, ha? Yaxshi. Mana bu to'rt tarafni derizning cho'ng kichikligi deb turing. Mush to'rt tarafni ikkasi cho'ngaytish uchun qanday qilish kerak? To'g'ri siziq bilan tik siziqni biroz cho'ngaysa qanday bo'ladi? Biroz cho'ngaytiradigan bo'lsangiz, mana bundaq bo'ladi. Mushundaq bo'ladigan bo'lsa, aslidagidan to'rtas cho'ngaydi ekan. Shundaq. To'g'ri dedingiz. Qanday qilganda buni to'rtas emas, ikkasi cho'ng qilib bo'ladi. Siz bu tayoq bilan siz ko'rib beqing. Buningdan to'rtas cho'ngaydi ekan. Amsa bunda qilib baqsaq, qanday bo'ldi ekan? Sokrat bu yog'ochchi bilan paranglish jarayonida nurg'unlagan chora usullarni tepib chiqdi. Undaqda mandaq bo'lamdi. Yo'q, bundaq emas. Mandaq bo'lamdi ya. Shundaq bo'ladi. Endi uqdim. Yan tualete o derisini ölçüp elib, ondan 4 bolonni nesib chiqsaq bo'ladi ekan. Sokrat yog'ochchining kallasidan oxiri to'g'ri javobni tepib chiqdi. Rahmat, siz menga o'gitib qo'ydingiz. Yo'q, men sizga o'gitib qo'ymadim. Men faqat sizga masalani o'tirib qo'yib berdim. Undaqda o'zim o'gitmoqqa o'xshamandimi? Bundan keyin kallangizni ko'proq ishlatsangiz bo'ladi, xo'sh amsa. Mana bu Sokratning kishilar bilan to'xtamay paranglashadigan aloylik. Har qatlam paranglashganda qarshi tarafning aql farosatini qo'zg'aydi. Albatta, uning bilan paranglashadiganlar faqat boshqa kishilar bo'lmay, ba'zida u o'zi bilan o'zi so'zlashadi. Odam bu dunyoga kelib, cho'ng bo'lib, har xil ishlarni qilib, oxiri o'lib ketadi ekan. Mana mushundaq qisqagina hayotda zodi nima eng baxtli bo'ladigandir. Hey! İnsanların eng baxtli ishi
Mo'shundaq ang esil vino ichish bo'lsa kerak. Hey! Pah, bu vino nima degan esil, nima degan lazzatlik. Hey! Aha, ajabba qo'rqitib atding-a. Hammani ichib bo'lsam bir aqli tugab ketmamdo. Estağfurullah, sen nima qilib shuraysan? Nim bo'ldi? Bak satlashib ketibsan. Bir pulga asqatmaydigan quruq xiyollarni qilib o'tag'icha menga qarab baqsang bo'lmandi. Nim bo'lding? Mijozing yo'qmi? Men seni menga obdan qarab baqtavateman. Sen hech nima bo'lmay obdan turibsan-ku. Hey! Senden caq to'ydim. Mening chiroyli kiyinib yasunib yurgim bor edi. Shunda qilsam boshqalarni menga xushomat qiladi. Lekin uchamdagi mushu kiyimlar bilan men qanday taloq chiqaman? Deganing to'g'ri. Men o'ylanib baqay. Durust. Chiroyli yasunib yursa kishilar xushomat qiladi. Ammo boshqalar meni maqtab uchiradi degandan ko'ra, uchisidagi kiyim-kechaklarni maqtab uchiradi deganing tuzuk. Meningcha agar sen o'zingni yasimay, o'zingni pok, chiroyli qilsang, mana bu haqiqiy baxt bo'ladi. Balkim sening deganing to'g'ridir. Balkim shunday bo'lsa kerak. O'xshabdi, yaxshi. Bu tamoq nayt yeyishlik bo'pti, obdan bo'pti. Men faqat uqmadim. Mushundaq odatdagi tamsiz tamoqni u o'xshabdi deb shuraydi-ku. Obdan bo'pti, nayt obdan bo'pti. Nim bo'ldi? Yana odam qo'qidek satlashib ketding-ku. Sen qanday odam? Men faqat tushunamadim. Mushundaq g'izonimi textam obdan bo'pti deysan-ku. Bu g'izoning ta'mi xili obdan bo'pti-ku. Nima da'vatsan? Obdan o'xshagan g'izo degan mana mundaq bo'ladi. To'g'ri. Bundaq g'izolar jazman yeyishlik bo'ladi. Shundaqdimi, mayli qanchalik o'xshagan g'izolar bo'lsa-mu, ya to'yibla qolsa, odamning ishtiyi tutilibla qoladi. Ras shundaq bo'ladi. Obdan g'izolarni yeyishmi vaqtliq bo'ladi. Baxtni bu narsalar bilan o'lchisi bo'lmaydi. Amsa mushuni yeyli. Nima degan qoidasiz? Mushundaqmi qilgan bor? Nim bo'ldi? Bunchalar ochiqlab ket kerak. Odamni ko'zga ilmig'inni anglab tur. Baya men suvga chiqib, yenimda turgan bir ayolga salom bersam, qanday bo'ldi demamsa, u qarabmi qo'ymadi. Tonimg'an qiyofatga kirib oldi. Biz namrat bo'lganligimiz uchun haqlab bo'zaq qilyotdi. Bak, ochig'im keldi. Nima degan xo'rliq bu? Aslida mandaq ishmidi? Xafa bo'lmasam bo'lamdi amsa. Bo'ldi. Kasal kishilarga sen ochiqlab xafa bo'lamsan. Undaqda bu yeri ishlamaydigan, salom qilishni bilmaydigan odamga bunchalar xafa bo'lish arzimdi. Sening deganing to'g'ri ekan. Biroq jiq pul topsang bo'ladi. Pul bo'lsa biz qo'sig'imizga obdan yeydik. Yaxshi uyda o'tiratdik. Chiroyli kiyimlarni kiyatdik. Xalqmo bizni bo'zaq qilolmaydi. Mayli, nim bo'lsin, muhimi pul kerak. Lekin hozir yeydig'inimiz, kiydig'inimiz bor. Yana pul desang, u isrofchilik emasmi? Yo'q. Pul. Nimalar desang-da? Menga pul kerak. Odamga nisbatan pul hammadan muhim. Agar pul aytli deganga tayyor bo'ladigan bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi? Balkim shundaqdir. Pul yaxshi narsa, ammo agar pul aytli deb keladigan narsa bo'lsa, sen bak beyib ketib, texmi jiq pulim bo'lsa deb shukr qilmaysan. Shundaqla, sen yana pulim aziyib ketamdikin deb ansiraysan. Bu shundaq kelgan pul kishilik dunyoning baxti bo'lib hisoblanamdi.
Undaqda puldan boshqa qaysi nima eng muhim? Pul demsen, öy demsen, gıza demsen, kiyim demsen, hemmisi en muhim hesaplanıdı. Ama bundaq narsalarga haddidan ziyada berilib ketsa qandaq bo'ladi? Hammadan muhimi bu narsalarni qandaq qilib muvofiq ishlatishda. Faqat aql farosat bo'lsa, aql farosatni izlab topsa, mana bu hammadan muhim. Faqat aql farosatla kishilarga haqiqiy baxtni ato qila oladi. Hayotdagi haqiqiy baxt degan nima? Sokrat yenidan o'tib ketayotgan qaramaqa nihoyat baxtli ko'rinadigan afinaliklarga qaraydi. Ammo bu kishilar bilan chunqur mundassangiz, bu kishilarning nimaning haqiqiy baxt ekanligidan hech qanday xabar yo'qligini his qila olasiz. Sokrat chunqur o'ylanib, ko'p fikr yurgizib, eng oxirida mundaq bir haqiqatni tepib chiqdi. Mayli pul bo'lsin, mayli huquq bo'lsin, mayli moddiy boylik bo'lsin, buni ishlatuvchilarning qarashi o'xshash bo'lmaganlikdan ba'zi narsalar yaxshi tarafga ishlatilsa, ba'zi narsalar yomon tarafga qarab ishlatiladi. Shunga hammadan muhimi kishilar to'g'ri fikr yurgiza oladigan, aql farosatini joyida ishlata oladigan bo'lishi kerak. Mushundaq aql farosat bo'lgandala kishilik hayot baxt ichida o'tadi. Sokrat hamma yerda mush ideyani tashviq qildi. Ammo buni tushunadigan odamlar chiqmadi. Aksicha uni turmaga tashladi. Ammo u o'zining e'tiqodini boshdan oyoq o'zgartmadi. Oxirida sahar ichib bilib oldi. Sokrat o'tirib qo'ygan fikrlar hozirgi kunda nihoyat oddiy bo'lsa-mu, ammo kishilar baxtli bo'lishni xiyol qilgan chaqda har qanday odam ko'nglida Sokrat bilan tuvan ovozda paranglashadi. Tatlıqyan yo'satdi men tatlıqyan yo. Tam intayin yaxshi. Tatlıqyan yo'satdi men tatlıqyan yo. Tam intayin yaxshi. Ma'lum. Ha, mana hozir. Ko'pchilik biladi. Hozir butun Yaponiyadagi kishilar sosmaning tatliq yong'isini yaxshi ko'radi. Undaqda sosma tatliq yong'isini kim, qachon Yaponiyada umumiyuzlik kengaytgan? Balkim siz azaldan bor deyishingiz mumkin. Bu butunlay xato. Gapning rostini qilsak, Edo davrining o'tirlarida nurg'unlagan yaponiyaliklar ko'rib boqmagan edi. Yeshdan texma eg'zash qilib bo'lmaydi. Edo davrining o'tirlarida bu 8-sonqin Yoshisi turishliq Edo shahri edi. Bir kuni Kyushu sosmanayisining begi atvarliq mahsulotni ko'tarib keldi. Nima? Tatlıqyan yo? Shundaq. Yaqinda bir aylan tatlıqyanning urug'ini tepib tergankan, oliylarga taqdim qilay deb akagandim. Pishirib keldim, tetib ko'gaylar. Alileri! Alileri! Su! Bana! Gerek yok. Gelimini durup kaldı. Bek iyi işlikken. Yo'q, bo'lmaydi. Sen sasma begi zaharlik narsani akilib oliylarga beribsan. Undaq emas. Nima? Undaq emas. Qutuldiringlar! Bu nime iş emdi? Mening yana aşu təmlik tatlıqyan yuni yiyim kilovatı Alileri, men Otogiso'nun 50 ağıylarım içinde Aoki-sogi atlık bir ustazım var. O adam naati bilimli kişi. O hemen nersini bilidi. Bütün Japonya'da birden bir danışman kişi olup hesaplandı. O cezme tatlıqyan yoterişinin usulunu bilidi. Tatlıqyan yo ma? Tatlıqyan yo. Saqlab turing. Men saqlab turamayman. Agar tatlıqyan yo to'g'riliq bir narsa tepamsangiz, zati bo'lmaydi. Esimga keldi. Ilgari Astanada dorigarlik ilmini o'qiyotgan chaqlarimda men bir kitobdan tatlıqyan yo degan so'zni uchratgandim. Sizni haqiqatan Yaponiyadagi birinchi danışman kishi deb bo'g'dik. To'g'ri, men Yaponiyadagi birinchi danışman Aoki-sogi bo'laman. Andaqda ko'proq yo'l yo'riq ko'rsatsangiz. So'zlab beray. Tatlıqyan yo degan bu narsa anglashimcha aslida Meksika atroflarida teriladi ekan. 15-asrga kelgan chaqda Kolumbiya ismli bir odam tatlıqyan yo'lini elib Yevropaga kelibdi. Yo'ldan o'tgach, Jungo, Filippin, elimizdan Kyoto qatorliq joylarga taqatgan ekan. Bundaq tatlıqyan yo'lini terish pek atti ekan. Mayli issiqchalarda bo'lsin, sovuqchalarda bo'lsin, qumliq qaqasyalarda bo'lsin, o'saverdi ekan. O'tda suvda pishirsinmi, to'g'rab pishirsin bo'ladi ekan. Qursin bo'ladi ekan. Yana texay haraq ishilsin bo'ladi ekan. Pirojni jassin bo'ladi ekan. Yana Yo'q.
Tatlıq yanyoning ishiltirgan doirasini mo'shinchilik sizdan. Men sizdan tatlıq yanyon terishning usulini so'ramoqchi edim. Ha, tatlıq yanyo tik o'sadigan ziraatlar tipiga kirdi. Bir oz hashpichakka o'xshab qoladi. Tatlıq yanyo avval chechaklab, guli ichilib, ondan o'sil berdi. Aslida mundaq ekanda. Mushundaq bo'ldi Kisoni efendi. Hozir men degandek, tatlıq yanyo mayli qaysi chog'da bo'lsin, qandoq yerda bo'lsin, unayverdi. Nayta atdi. Agar biz buni butun mamlakatga kengaytiradigan bo'lsak, meningcha ofat bo'lgan chog'larda ocharchilikqa qolgan kishilarga cho'ng yordam bo'ladi. Shundaqmi Kisoni efendi? Siz nayta yaxshi fikrni o'tirib qo'ydingiz. Cho'qim butun mamlakatga kengaytirish kerak. Sogi efendi, oldi bilan o'rnak bo'lish kerak. Sogi efendi, siz oldi bilan birni tering. Podshoh jazman qo'llaydi. Men Kisonimo burunroq tetib baqay. Atini saqlab o'tmay, bu ishni bugunla boshlay. Sizga nisbatan bu nayta o'ng'ayli bir ish. Qandaqli bo'lmasin, siz Yaponiyadagi birinchi donishmand kishi. Mana shunday qilib, Aoki Sogining tatlıq yanyo terish voqeasi boshlandi. Sogi tatlıq yanyo terish ishni qo'lga olib, darhol Sosmonbegining oldiga berib, tatlıq yanyo urug'ini so'rdi. Aoki Sogi ismli bu kishini men tanimay ekanman. O chog'dagi tatlıq yanyo urug'ini men tashlab ketdim. Sen derhal ket, tatlıq yanyo sababidan kallamdan ayrilib qolib tas qoldim. Tez bo'l, ket. Moy! Tatlıq yanyo. To'xtay! Hey, to'xtang, qaytsin! Tatlıq yanyoni o'g'irladi! Aoki Sogi Edo shahridagi bir beliqchi oilasida tug'ilgan bo'lib, azaldan dehqonchilik ishiga yaqin berib boqmagan edi. Ammo u kichikdan tortib kitob o'qishga amroq edi. Keyin u Ostonaga berib, dorigarchilik ilmini o'rganish jarayonida dehqonchilik ziroatlari bilan tafsiliy tanishib chiqqan edi. Sogi dorigarlik kitoblarni tepib, darhol tatlıq yanyo terishga kirishib ketdi. Voy, kitob qarab yaterganni bu umrimda zot ko'rib boqmabdi ekanman. Zot ko'rmabdi ekanman. Xonning buyrug'i bo'yicha bir amaldor etizlikqa tekshirishga keldi. Bu amaldor tatlıq yanyoni zaharli deb qaraydi. Shunlashqa u har xil o'sak so'zlarni qilib yurgan edi. So'zsarang, qanchalik kitob o'qig'ing bilan dehqonchilikni baribir qamlab turmaysan. Men degan Yaponiyadagi birinchi donishmand Aoki Sogi tursam, tatlıq yanyo terishni bilmam dema. Men degan tatlıq yanyo ustasi. Önüp chiqqandan keyin muvaffaq uzunlikda kesish kerak. Yanyo o'sgan ziroat qancha uzunlikda bo'lsa bo'la? Munchalik? Yo'q. Mana munchalik bo'lsa bo'lar ekan. Topshirdim. Endi tesh aman cho'ng bo'lgaysizlar. Mayli nim bo'lsin, kitobda mo'shinchilik tanishtiribdi. Bundan keyin qandaq bo'ladi, ajrab turadigan bo'ldik. Nima qilyapsiz? Yomg'irda yo'lib ketmasin deyapman. Nima? Etizdagi ziroatlarni yomg'ir suvida sug'urib turmaydigan bo'lsangiz, ziroatlar qurib ketadi. Uqdingizmi? Aslida mundaq ekanda, uqdim. Sen zahri tatlıq yanyon dedin. Mushundaq optapda 2-3 kun qolmay qurib ketadi. Uqdingmi? Tatlıq yanyo efendi havo isib ketdi. Chaqaraq o'sib cho'ng bo'lam. Kitobga qarab tatlıq yanyo tergan bo'lsa-mu, tatlıq yanyolar tez o'sishga boshladi. Sogi har qanday odam har qanday yerda tatlıq yanyo tera oladigan bo'lsin deb tafsili kuzatib xotir qoldirib maqdi. Nima shu g'ando? Qiziq. Meningcha mundaq bo'lish kerak-ku. Endi qanday qilsam bo'la? Nasli zodi nerede? Bu zodi qanday qishdi? Qiziq. Nemishqa chijaklamaydi-qanda? Sogi efendi, qandaq bo'ldi? Tatlıq yanyo tek tushmadimi?
Shundoq. Yo'q. Siz bu yo'pormoqlarni ko'rmadingizmi? Ha, yo'pormag'i ancha muhim emas. Xon olilari tig' bayila, nemish bo'ldi? Shuncha uzun bo'ldi, tatliq yangi tig' tushmadimi deb so'radi. Rost, baldur chechaklar hosil berish kerakdi. Lekin tamushaqcha chechaklayapti. Nim dedingiz? Tig'cha chechaklamadi demsiz? So'gi efendi, çatak bo'ldi. Xon olilari shaxsan o'z ko'rib uchun kelyapti. Qarsla. So'gi degan bu ablahning oldamchi ekanligini faqat o'ylamabdi-kanman. Texshi bir narsa chiqaramay yuribdi. Biroq hammada muhimi zahri yo tatliq yo chusi bo'ladi. Sen tig'i xonni aldashga petindingmi? Sen xonni aldash jinoyat o'tkazding. Kallani suni fahmay nimish qarab tursan. To'xta! Qochma, darhol joyingda to'xta. Tatliq yo'q. Tatliq yo'qdi. Tatliq yo'q asli to'pining ostida bo'lar ekan-da. Bak yaxshi bo'ldi. Tatliq yo'q oxir tushdi-da. Shunday qilib Sogi o'stirgan tatliq yangi muvaffaqiyat qozondi. Podshohning tashviq qilishi bilan butun Yaponiya davlatiga tatliq yangi terish kengaytirildi. Ayni chaqda balay ofat ko'p bo'lib turadigan Yaponiyada bunday tatliq yangi ocharchilikda qolgan nurg'unlagan kishilarning hayotini saqlab qoldi. Aoki Sogi efendi birinchi bo'lib Gollandiya tilini egallagan kishi. U bilimi mo'l bo'lib, G'arbning ilg'or madaniyatini o'rganishni aktivlik bilan tashabbus qilib, G'arbdan o'rganish yo'lini ochgan kishi. Asobi suki da kedo, choppiri gaman shite, 夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してどんちゃがしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための私めは